shu muhimligi jihatidan uni ko'ngliga qaraydimi? Aytadim, "Хорошо, nimani xohlaysan? Nimadan xursand bo'lasan? Bugun чашечка кофе. Bugun давайте прогуляться qilamiz." Men bilaman shunaqa paralarni juda ham zo'r yashagan, keyin krizisniy momenti ham keldi, lekin shunda ham mana shunday ushlaganda bir-biri bilan. То есть bizada ko'pincha srazu ikki tomonga qarab ketadi, a ular yo'q. Ikki alohida yashab turamiz deganda ham er aytgan, bu решение emas. Bu решение emas-ku. Davay yaxshisi boshqa yo'lini topaylikchi, nima qilsak bo'ladi? Baqiramizmi, urushamizmi, ikkalamiz nima qilsak ham, yoki shuni yo'lini topaylik. Ya'ni ularning fokus vnimaniyasi qaratilgan все-таки yechimga, bahonaga emas. Nima gul olib kelish qiyin bunday bo'lganda. O'sha erkak bir vaqtlari katta mana shunday buketlarni, stolday buketni olib kelgan bo'lsa, keyingi safar 3 ta gul ham. Yo'q, to'ydan oldin emas, oila vaqt yashab yurganda ham. Krizisning momenti demoqchiman, finansiy tomondan, har tomondan krizis kelib qoldi-da shu oilaga. Bitta oila aytayapman, shunaqa vaqt bo'ldiki, u bitta gul bilan ham keldi, 3 ta dona gul bilan ham keldi. Baribir o'sha harakat qilyapti-da bu inson. Bu ayoli ham, конечно же, bu narsani ko'rib turibdi, biladi.